Buncha mashhurdega qattiq bo'lmasangiz. Mana sizga, mana sizga. Buncha mashhurdega qattiq bo'lmasangiz? Ibi, hali men qattiq bo'ldimmi? Unda bilasizmi kimsiz? Siz borsiz. Hali shunaqami? Mana senga. Mana senga. Mana chiq bu yerdan. Yo'qol. Chiqmayman. Mana shu filmimizga ham 21 yil bo'ldi. 21 yil oldin Jonim seni yoxud egizaklar filmida rol ijro etganimda menga ovoz bergan aktrisa. Voy, qalaysiz? Yaxshimisiz? Salom, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? 21 yil oldin Jonim seni yoxud egizaklar filmida zo'r ovoz bergansiz menga. Shunaqa zo'r. Endi mana podpischiklarim uchun zo'r bitta joy bor-da, haligi Borya bilan o'xshaydigan joy. Buncha mashhurdek qattiq bo'lmasangiz degan joy. Bitta aytib bering. Ha, mayli. Buncha mashhurdega qattiq bo'lmasangiz. Mana sizga, mana sizga. Yana 21 yil o'tgandan keyin yana uchrashaylik. Nasib bo'lsa inshaalloh. Sizlarga ham tinchlik, xotirjamlik tilayman. Hamisha yurtlaringiz tinch bo'lsin. Eksklyuziv Karomatepadan sizlar